Bu shubhasiz futbol tarixidagi eng qayg'uli lahzalardan biridir. Hakam hushtak chalib o'yinni boshlaganda futbolchilar maydonda o'tirib qolishdi. Hech kim ularning bu harakatini tushunmadi. Ammo keyin nima sodir bo'lganini bilsangiz, shunchaki hayratdasiz. Bir futbolchi jarima maydoniga to'p oshirganida darvozabon to'pni ushlash uchun chiqdi. Lekin hujumchi hech qanday aloqa qilmay ataylab yiqildi. Buni takroriy lavhalar ham tasdiqladi. Ochig'i, voqea aniq bo'lishiga qaramay, hakam penalti belgiladi. Hujumchi esa zarba berish uchun yugurishda davom etdi. Bu esa futbolchilarda katta g'azab va hafsalasizlikni keltirdi. Sahna butunlay g'ayritabiiy tus oldi. Darvozabonning reaksiyasi hammani hayratda qoldirdi. Hujum